muskullari necha guruhga bo'lib o'rganganmiz? 2 guruhga bo'lib o'rganganmiz. Yuzay guruh muskullari va chuqur guruh muskullari yoki autoxton muskullari. Yuzay guruh muskullarini o'rganamiz. Birinchi yuzay muskullarida ko'krakning katta muskuli, musculus pectoralis major, uni tagida bo'ladi. Ko'krakning kichik muskuli, musculus pectoralis minor, undan keyin bo'ladi musculus serrata anterior, ya'ni oldingi tishli muskul. Undan keyin esa qaysi muskulimiz ekan? Musculus subclavicularis, ya'ni o'mrov osti. Mana ko'ryapsizlarmi? Mana bu yerdagi mana bu o'mrov osti muskuli, musculus subclavicularisga bo'lib o'rganamiz. Ikkinchi qavatda, ya'ni chuqur qavatida bo'ladigan bo'lsa, nechta muskulimiz bor edi? 4 ta muskulimiz bor edi. Ya'ni ko'krakning chuqur qavat guruh muskullari yoki autoxton muskullar, ya'ni xususiy muskullar hisoblanadi. Birinchisi tashqi qovurg'alar aro muskul, musculus intercostalis externa, uni tagida bo'ladi musculus intercostalis interna yoki intimi deb ataladi. Mana bu yerda mana musculus intercostalis interna yoki intimi deb ataladi. Undan keyin esa musculus subcostalis, ya'ni mana bu qovurg'amiz borku, qovurg'a ostida joylashgan muskul bo'ladi. Mana bu yerda shunda orqasiga qaratadigan bo'lsak, orqa tarafiga mana bu yerda yaxshilab olinglar buni. Mana musculus transversus thorax, ya'ni ko'krakning ko'ndalang muskuli mana shu joylashgan bo'ladi. Tushunarli bo'ldimi ko'krak muskuli?